yana boshqa bir barnomaga so'rab surprize ketiraman tuhfa sizga. Ziyak mulku diyorim guli yak navbaharim nadarim hech mushkili hamma mupak berarim. Do'stlarimiz bo'ladi hammasi, Javodjon, Abdulmanon Andxo'ybo, Majid Andxo'ybo, Orunjon Andeshvar o'tirishda. Aka Said Yunus bor, o'zbeki, farsi va hazoragi va pashto. Afg'onistondan Burga keldingiz, Fransiyada yashaysiz. Masrufiyatingiz nima? Ko'proq nimaga shug'ullanasiz? Oyo shaxsiy, masalan, boshqa tijorat baxshiga ishlaysizmi yo ana shu hunariy san'at borasiga sizni mashg'uliyatingiz bor? Aslida bu maslak olarak hunar musiqiy meniki. Xo'p, to'y tomoshalar bo'ladi, to'ylar bo'ladi, konsertlar bo'ladi, qatnashamiz. Bali. Uni qabatiga ish ham qilaman. Ana shu ishlar, bu shu konsertlar bilan musiqa bilan bormiz. Ko'p yaxshi. Eng yaxshi ko'rgan qo'shig'ingiz qaysi qo'shiqdir? O'zimning qo'shiqlarimdan. Endi meni qo'shiqlarimni hamisha kompozini Ustod Xayrmuhammad Chovush tag'am beradi. Bali. Hamisha shu hozirgacha tag'am bergandilar musiqa kompozini. Ko'p kliplarim bor YouTube'da, vaqa eshitadi bilan mardum. Xo'sh, shu yangi fursatda, yangi vaqtlarga bir yangi ohang tuzatdim, bir qo'shiq ki 4 tilda, o'zbeki, farsi va hazoragi va pashto. Ko'p yaxshi. Uni ham shundan ham qo'shim keladi, chun men sizlar hammamiz bir vatanga yashaymiz, ta'assub yo'q bizlarga. Shu uchun shu qo'shiqni qo'shim keladi. O'zbeki farzanaga aytsa o'qib beraman. Ko'p yaxshi. Hay bir zamzama qilib bering. G'urbat ovoralikda zoru hayron bo'libmiz. G'urbat ovoralikda zoru hayron bo'libmiz. Vatan tuprog'i bizga bog'i bo'ston chamanzor. Vatan tuprog'i bizga bog'i bo'ston chamanzor. Ziyak mulku diyorim guli yak navbaharim nadarim hech mushkili hamma mupak berarim. Voh voh. Salomat. Go'zal. Ham siz, ham she'r, ham kompoz hammasi. Ular kompozni ham tag'am o'zlari tuzatgandilar va she'ri ham o'zlaridan. Shuni menga hadya qildilar, sonra buni shu Frankfurt shahrida klip qildik. Ko'p yaxshi. So'robjon, o'shandayki Ustod Xayrmuhammad Chovush janoblarini aytdingiz, tog'ayiz. Qaysi qo'shiqlardan ko'proq xushingiz keladi? Ustod Xayrmuhammad Chovush tag'amni hamma qo'shiqlaridan meni xushim keladi. Ular voqean har kompozika tuzatadilar, yurak jondan tuzatadilar va voqean ya'ni eshitsangiz xushingiz keladi. Ya'ni meni endi shod qo'shiqlaridan desangizmi yo tragik qo'shiqlaridan desangiz, qaysisini men barizga aytsam, mana shod qo'shiqlaridan. Tabiiyki siz o'shalarni ko'rib, o'shalarni qo'shiqlardan xushingiz kelib, siz ham san'atga yo musiqiga oyoq qo'ygansiz. Shunday. Qaysi qo'shiqi ko'proq sizga yoqgan, sizni joningizga kirgan, siz o'sha angiza topilibdi, siz qo'shiq o'qisangiz? Men xo'p musiqiy baxshini 1 yilgacha O'zbekistonda o'qidim. Undan sonra keldim, shu Afg'onistonga qatnashdim. Birinchi qo'shiq xushim keladi meni. O'sha ko'p qoldi dil darmonim. O'qing hay. Shuni Story Afg'onga o'qidim. Buni Story Afg'onga o'zbekchasini o'qidim. Undan sonra tag'amdan istadimki, bu qo'shiqni men aytdim, shiri shakar qilsa, farsi va o'zbeki. Uni sonra musiqasini sonra tuzatdik Afg'onistonda. Shuni sonra men o'qigan edim Story Afg'onga, albatta. Men bir zamzama qilaman. O'zbekchasini. Ko'p qoldi dilda armonim, dardim ko'p yo'qdir darmonim. Ta'rif aylang dostonim, qurgan bog'u bo'stonim. Yetib keldi zimistonim, xazon bo'lgan bahoronim. Yiqildi taxti somonim, o'tib 5 kunlik davronim. Sonra farschasini o'qidim. Ma va tu hastim navjavon, g'am naxorim در این جهان، برادریم و جان جان،
بگذرد این درد و فغان شویم همه یک دل و جان کار کنیم خنده کنان 5 روز هست مهمان مادر نبینه داغمان زندگی چون آب روان رویم به باغ بوستان خداوند باشد مهربان هر مشکل شود آسانه mana bundoq qilib o'qigan salomat ko'p yaxshi xo'p o'shanday aytdingiz ki bir qo'shiq shir shakar bizlar toza nima qildik o'qidik dedingiz ko'rdim ham men ko'rdim voqean go'zal chiroyli qo'shiq undan boshqa toza ishlaringiz nimadir san'at bobida toza ishlarim endi mana ko'pdan ko'p xursandmanki tag'am Amerikadan ustod kelgandilar tag'am man ko'p yaxshi bir planlarimiz bor oyndalarga va bir ikkita uchta kompoza menga yana hadya qildilar ularning ustiga endi ishlayman musiqasini ustiga ishlayman inshaalloh yaxshi qo'shiqlar shod qo'shiqlar to'ylarda o'qilayotgan qo'shiqlarni inshaalloh sabt qilib mardum kompozini ham bergandilar kompozni bergandilar uni endi bo'lsin hay yana boshqa bir barnomaga so'rab surprize ketiraman tuhfa sizga ko'p yaxshi mashallah salomat bo'ling keling endi san'atdan musiqidan chiqamiz xo'sh siz Fransiyada yashaysiz faransaviy tili osonmi yo o'zbekcha tili o'zbek tili ona tilimda ona tilim kichiklikdan gaplashib kelib biz ammo Afg'onistondan men muhojirat qildim ya'ni hech tasavvur qilmaydimki bir kun men muhojir bo'lsam bu Fransiya o'lkasida taban faransaviy til ham ya'ni ko'p qiyin bir til faransaviyni o'rgandik darsini o'qidik ya'ni faransaviy taban ko'p qiyin bizlarga mana shu olmoniy til shu duch artikallari o'ldirgan bizlarni sizlarniki qanday o'rgan faransaviy ham bor shunday artikallari juda artikallar bizlarga bor masalan muannas va muzakkar bu narsalar bor har lug'at muannas va muzakkar bo'lsa uni boya o'sha artikalni deyadidasiz deyasizniki deyadizam bizlarga lu la jam bo'lsa le ana bu raqam sayz ko'p jolibi buki chavkini ko'ramiz chavki muzakkar mez muzakkar devor muannas bo'ladi kilkili xunsa bo'ladi shunday ko'p qiyin holat voqean endi yo o'rganish nima qilish kerak hifz qilish kerak shu artikallarni o'sha ko'p qiyin til voqean xo'p duo qilamizki baxayr siz agar o'rgangan bo'lmasangiz o'rgansangiz o'rganamiz o'rganib biz endi 100 dan 50% o'rgangan bo'lsa ko'p yaxshi ikki qo'shiqchi yo ikki san'atkorni ismini tutaman siz menga aytib bering qaysi yaxshi Javod Mahbubiy va Yunus Said Valla meni shunday bir so'radingizki ikkovi ham do'stim bo'ladi ham inovaxonim bo'ladi Javodjon va Mahbubiy voqean yaxshi ko'rayotgan yigit aynan meni bu odam bilan rafoqat qilishim 2013dan bir-birimizni taniymiz ko'rishganmiz Kobulda shu barnomalarga diga Said Yunus ham xo'p ham bizda akademiyaning u odamdi yaxshi qo'shiqchi ikkovi ham diga ular Sudanda ham har doim nima qilib to'xtamiz ahvol olib to'xtamiz xabar so'rab to'xtamiz hatto bizlarni da'vat ham qilgan Sudanga kelinglar deb agar vaqt bo'lsa bir bormoqchimiz Javodjon hozir Avstraliyada yashaydi bale diga ikkovidan endi men ikkovini tarjima beraman ikkovi ham yaxshi qo'shiqchi xo'p ko'p yaxshi eng so'nggi savol undan keyin sonra bir zamzama qilasiz barnomamizni adog'iga yetishtiramiz so'nggi savolim shu siz Javodjon Mahbubiy Yunus Said Horunjon Andishvar shu yosh qo'shiqchilarimiz oya shunday bir o'ylovda bo'lgansizmi Kabir Kamol necha nafar bir joy bo'lib bali Majidan Xo'yki hozir ular Amerikaga yodlari baxayr o'ylovga bo'lgansizmi-ki hammalaringiz bir joy bo'lib yana bir yangi bir ijod yangi bir qo'shiq tuzatsangizlar xalqqa taqdim qilsangizlar 100% bundoq bir yaxshi bir savol qildingiz buni men ko'p xursand bo'lamanki do'stlarimiz bo'ladi hammasi Javodjon, Abdulmanon Andixo'y bor, Majid Andixo'y bor, Orunjon Andishvar o'tirishda aka Said Yunus bor
bir xil hunarmandlarimiz bor, qo'shiqchilarimiz. Men hammasi shu hozir esimga yo'q, ammo istaymanki jo'rayib bo'lib yo hammamiz birlikda bir guruh shaklida ko'rasday bir qo'shiq tusasak, ammo o'ziz bilasizki, Afg'oniston bu holatda bo'ldi, hamma muhojir bo'ldi. Hamma muhojir bo'ldi, sharoitlar qiyin. Nega hamma har tarafda titparak bo'lganmiz. Xo'p, aytishim kerakki, buni oyindalarga inshaallohki bir plan qilib qilmoqchimiz. Inshaalloh. Xo'p, so'nggi daqiqalarda bir yaxshi zamzama, o'zbekcha zamzama qo'shiq istaymiz. Men endi o'z qo'shiqlarimdan hayotda o'qiyman, shu klip qilganlarimni. Yaxshi. Qora soching o'sib, qoshingga tushdi layli. Qora soching o'sib, qoshingga tushdi layli. Ne savdolar mening boshimda tushdi layli. Borib ayting o'shal sevgan yorimda layli. Borib ayting o'shal sevgan yorimda layli. Judolikning zahri oshimga tushdi layli. Mashallah. Salomat. Sog' bo'ling So'robjon, ko'pdan ko'p olmonga xush keldingiz. Qadamlaringiz ko'zlarimiz ustiga. Yana ham orzu qilamizki, qaytadan yana ham kelsangiz. Rahmat sizga, Xaliyor so'b. Juda ham men ham xursand bo'ldim. Mana meni ham salomlarimni sizni barnomangiz El Media, Oy Media ularga taqdim qilib, sog'lik salomatlikni istab qolamiz. Rahmat. Sog' bo'ling.